37. Ögdilmiş Aliga baş idişçinin qandaq bo'lishi kerakligini aytdi. Ögdilmiş javob berib dedi: "Ey Ali, buningmi bak yaxshi bilim ishiltish kerak. Baş idişçi öz qavm qarindoshlaridan yoki uzun yil yaxshi sinalgan, ko'nglini to'xtatgan va to'g'ri yo'l tutganlardan tanlanishi kerak. İşençlik, samimi sadiq, ko'zi, ko'ngli to'q, qiliqi, misali otgan o'qdek to'g'ri bo'lishi kerak. Shundoq bo'lganda, andin idish tutquchi bo'lib, bu ishga yaraydi va kuchi yetadi. İdishchi har turli dorilarni saqlaydi. U oshqa hazm qildirg'uchi, quvvatliguvchi yoki ojizlatquchi dorilarni qo'shadi. Yeydigan, içidigan, yalaydigan darilarni talab qilsang, turlik darilar uningda bo'ladi. Quruq o'l yemish yoki ichimlik sharbat uning vositasi bilan bo'g'izga kiradi. Baglarga borish xatar bo'g'izdan keladi. Bo'g'izning lazzati oshpaz va idishchining qo'lida bo'ladi. Oshpaz bilan idishchi ishonchlik bo'lmasa, bagning xotirjam yeb ichishi bakmi qiyin bo'ladi. Bilimlik dana nima deydi? Angla. Galni bek ko'zatgulik, tamoqni ehtiyot bilan yeggulik. Gelingni ko'zatsang, beshingga foydaliq. Oshni oz yesa, ig'izga lazzat beradi. Beshini behuda nobud qilgan kishilarni ko'p ko'rdimki, ular gelini ko'zatmay umrini behuda zoya qildi. Odamga kasallik va bearomlik galdan keladi. Uning dorisi davosimi galdan bo'ladi. U idroklik bo'lishi va ko'p bilim bilishi lozim. İdroklik kishidan kishilik keladi. İdroklik odam yomonlarga aralashmaydi. Bilimlikning qilgan ishi to'g'ri va ishonchlik bo'ladi. Boshsiz o'q tuz bo'lmasa, u o'tin bo'ladi. Qara, odam to'g'ri bo'lmasa, asir bo'ladi. Ey qahramon begim, sen to'g'rilik bilan ish qil. Meningcha to'g'rilikdan boshqa hech qanday yaxshi narsa yo'q. Bosh idishchi nayt puxta odam bo'lishi kerak. Hamda niyat aqlini va dilini to'g'ri tutishi kerak. Bosh idishchi barliq ishlarni to'g'rilik bilan ishlasin. Yaramaz, pastkash kishilarni o'ziga yaqin yo'latmasin. İçimlikni öz qo'li bilan yasab ko'zatsin. Tamg'i urib o'zi saqlasin. Yemek içmekka qo'shiladigan barliq dorilarni o'z qo'li bilan aralashtirsin va pokiz tutsin. Quruq ho'l yemish yoki sharbat gulobni va boshqa ichimliklarni o'zi hozirlab o'zi saqlasin. Sodiqlik bilan ko'yib pishib, ichimliklarni ko'zatsin va o'z vazifasini ado qilsin. Shunda qilgandilar, andin bag xizmatiga amgik singadi. Bundaq amgak qul manfaatiga foydali bo'ladi. Qaysi narsaga kishining amgik singsa, jinining yiltizi shu narsada bo'ladi. Xushbe'il kishi buningga taqlid qilib shu so'zni degan. Xushbe'illar so'zi diqqat qilsang tamoman bilimdir. Qaysi narsaga kishining amgik singsa, shu narsa so'yimlik, aziz jonning yiltizi bo'ladi. Kishi umrini sarf qilib amgak singdirsa, uni so'yishi, egri tushsimi yukini ko'tarishi kerak. Bosh idishchi ana shundoq bo'lsa, idishchilik ishini uningga topshirsa bo'ladi. Bu ishqa ana shundoq siliq, xushbe'il kishi kerakki, uning xizmati ko'rki dilni yo'rissin. Buningdan keyingisi saqiylar bo'lib, ular saqolsiz, rangi ro'yi ko'rkam bo'lishi kerak. Saqol burutsiz, yuzi to'lin oydek, bo'yi taldek, qarichoch, o'zi suratdek bo'lsin. Ballari inchga, ham yelkisi kang, badani oq, mangzi qizil bo'lsin. Yeshil, ko'k, seriq, hol yipak to'n kiyib, g'izo tamoq ko'tirib yursa yarishidi. Idishchilar pokiz, saqolsiz bo'lishi, ichimlikka qil, tuk,
xas tushib ketishdan saqlanishi lozim. Jamda tuk bo'lsa, ichimlik bulg'unadi. G'iza suvga qil tushsa, lazzati ketadi. Shuning uchun ta'lim berguvchi patnus ko'targuvchilar soqolsiz bo'lishi kerak degan bo'lishi mumkin. İdishchi pokiz va yuzi ko'rkam bo'lsa, uning qo'lidan ichimlik ichsa, u singadi qozam. Chiroyliq, xulqi uz kishi qandoqli nimani tutsa yarashadi, jon lazzatlanadi, ko'z o'z o'lishini oladi. Bu bitni aytquchi nima deydi? Ey hammani bilguchi, buni sen angla. O'zni chiroyi ko'rkam, qiliqlari uz bo'lishi kerakki, u nimani tutsa, uningdan hamma lazzat tomadi. Qo'sqi och kishiga uning yuzini ko'rish oziqdir. Ussab tashna bo'lganlar uningga qarasa, tashnaligi qonadi. Qara, bosh idishchi ana shundoq bo'lishi kerak. Jam tutqichilarmi shundoq bo'lishi kerak. Ondan baglar uningga chin tutib ishonsa va to'g'ri chin odam hisoblab o'ziga yaqin tutsa bo'ladi. Ey Ali, bu bir qancha ishqa xil kishilarni tanla. Ular sodiq, ko'zi to'q va hayoni biladigan bo'lsin. Bularning biri elchi, biri putukchi, yana biri idishchi, biri bo'lsa oshpaz. Bularning har birini yaxshi tanla. Agar nomuvofiq ishga duch kelsang, keyin o'kinma. Elchi, putukchi agar yaramas xom odam bo'lsa, buning ziyni alga yetadi ey zirak. Agar idishchi yoki oshpaz yaramas xom bo'lsa, uning ziyni tiriklikning uli bo'lgan jonga tegadi. Ey Ali, bu bir qancha kishini tanlashga tirishqin. Xillab tanlagandan keyin ishingni ulog'i tutquz. O'gdilmish yana aytdi. Ey davlatlik Ali, baglarning nomi uning ishiga o'xshash ulug'dir. Ulug' ishlarda ko'p bosh og'riqi bo'ladi. Bosh og'riqi hal qilinmasa, baglik qo'ldan ketadi. Kengashda bakka unch to'kib beradigan kengashchi dono nima deydi? Angla. Ey bag, rohat izdima, mushaqqat chekkin. Rohat bilan mushaqqat birga turadi. Bag mushaqqat chekib el boshqursa, xalq tinch omon beyidi. Xalq beysa, bag tilikiga yetadi. Ey rohatlik kishi, bakmi ortiq so'yinib ketma. Rohatga yarasha oxiri mushaqqatmi keladi. Ey mard botur, oshpaz va idishchi sana qanchalik ishonchlik bo'lsa bo'lsin, o'zingga o'zing uladinmi sodiqroqsan. Uningdan boshqacha bo'lmaydi, so'zingni qisqart. Aql nima deb xitob qiladi, angla. Buni sen unutma, yozg'in ham o'qi. Söyümlik can üçün özümdün başka en işençlik biresini tapamadım. Gayret kıl, gözetkin, onu çin tut. Eğer o ketip qalsa izdime. Ey devletlik Ali, so'rig Allah'ını aytdim. Qandaq bo'lishi kerakligini, ilojisini va davosini so'zladim. Ana shundaq kishilar bilan baglar yuksaladi. Düşmanning bo'ynini yanchib, nom şöhretini aşırıdı. Bularning tarifini men sana aniq so'zladim. Uningdanmi ulgiligirak yana bir so'zim bor. Ali anglayman desa, unimi so'zlay. Undaq bo'lmasa, bu so'zni o'zimda yoshirib qolay. Alining o'gdilmishki suoli. Ali javob berib dedi: "Ey dana, aytmoqchi bo'lgan so'zing nima edi? Menga aytqin. Barcha so'zni senden anglash kerak. Chunki bilimga dengiz sen, idroqqa daryo." O'gdilmish javob berib dedi: "Ey Ali, Aligdin alga turlik bilim keladi. Xizmatkorning yo'lini va qulning begiga qanday xizmat qilishi kerakligini Aliga so'zlab berdim. Baglamu xizmatchi qo'llarini bilishi, uzun yil xizmat qilganlarga ihson qilishi lozim. Baglarning qullarda qanchalik haqqi bo'lsa, qulning baglarda haqqi yo'qmi?
xizmat tuturup bəginin haqqını ötsə, bəgləmi xizmetiga yarasha qulning haqqını berishi kerak. Xizmatchi dunyo uchun xizmat qiladigan, agar dunyoga erishmasa, majburiy emgak qilgan bo'ladi. Aligning o'gdilmishki suoli. Alig aytdi: "So'zingni keltir, menga ochiq ayt. Xizmatchining haqqi nimalardan iborat? Buni tushundir."